Assalomu alaykum barchaga. Aziz akalar, ukalar. Sirdaryo viloyati Bayot tumanidan alangali salom deyman, Andijon. Xullas, Avaz aka meni ko'rib turgan bo'lsangiz aka, so'z, lavz deydi aka. U qildingiz, bu qildingiz, xullas sindirdingiz. Chamadan yasamayman degandim. Video TikTok qolinyapti aka. Men ko'pincha aka TikTokda o'tiraman. Xullas, qiziqqanlar bo'lsa, misol uchun xuddi shu narsadan bitta qoldi. Так. Original подарочный bardaq. Endi original deganim sababi izoh berib o'tib ketaman. Ichi chizilgan. Hech qanaqa misol uchun oyna qo'yilmagan yo boshqa narsa qo'yilmagan. Ichi chizilgani uchun original. Standart ishlatilmagan. Bularda hammasi qo'lda bo'lgan. Tak, ba'zida menga kommentariyaga kirib aqlli qilib qilayotgan insonlarga, misol uchun o'sha insonlarga mana shu burgutni lazer chiza oladimikan yo'qmi? Bir so'rab ko'ringlar. Keyin kommentariyaga kirib aqlliklaringlar. Yulduz chizishi mumkin, lekin burgutni chizishini ehtimoli yo'q adashmasam. Chunki 4 ta stanovka bordim. 4 ta stanovchilardan menga отказ qilgan. Misol uchun endi qadrdonlar, aziz akalar, ukalar, bu narsa kimgadir bir tiyinga qimmat. Kimdir bu narsani mendan o'ynash uchun oladi, kimdir просто uyiga antikvarni qo'yishga oladi. Akalar, o'sha uchun xullas bu narsadan akalar 3 ta yasalyapti. Faqat xuddi shu narsadan yasaladi, faqat ichiga oyna tagida rasm bo'ladi. Bular просто original variant edi. Kimlar mana shunaqa xohlaydi, kimlar boya aytganimdek ichi rasmni xohlaydi. Bu xullas Andijonga baraka bo'ldi. Andijonga baraka bo'ldi. Yaqin ko'rsatmayman. TikTok qabul qilishi mumkin. O'sha uchun aka joningiz sog' bo'lsin. Tez orada aka chemalarimni tezlashtiraman. Tak, shunaqa gap. Uzog'i aka Yangi yilgacha tayyorlab beraman. Yo bo'lmasa Yangi yilga bormay chiqib qolishi mumkin. Noyabrning o'rtasida chiqib qolishi mumkin aka. Endi просто men demoqchi bo'lganim aka, srok bilan дополнительный srok bilan aytayapman-da, sababi bu sohada har kun ishlamayman aka. O'zim ikkita davlat ishida ishlayman. Ulardan bo'shaganimdan keyin kelib mana yerda shug'ullanaman aka. O'sha uchun borini boshida aytib ketdim-da aka. Boya misol uchun siz ko'nglingizga og'ir olmang aka. Har viloyatda bor o'zini недостойный insonlarmi yo bilmadim aka. O'sha uchun meni aka meni bilgan biladi aka, ko'p joydan aldab ketdi. Misol uchun qayerdandir $100 pul kelmadi. Nardasini jo'natdim, pul kelmadi. Odamlarga dato'y ishonib qoldim-da. O'sha uchun demoqchi bo'lganim, kimdir zakaz beryapti-da, narda tayyor bo'lgandan keyin o'zi yo'q bo'lib ketyapti. Misol uchun shu paytgacha meni ko'rayotgan insonlar biladi. O'sha uchun men sizga aytdim-da aka, точнami deb. Misol uchun bitta mana shunaqa narda bor. Chemadani bilan turibdi. Qirg'izistonlik akamiz olaman deydi. 20-sentyabrda pul tush kerak edi, tushmadi. Bugun aloqa qilsak aka 20-chusloda olaman dedi. Olinmasa men просто tak sotuvga qo'yaman. O'sha uchun aka joningiz sog' bo'lsin, ishlarga omad, charchaman.